farzandsiz o'tish peshonamga yozilgan ekan. Otasining ta'ziyasida sahnada rol ijro etgan va bir o'limdan qolgan aktrisa Shafoat Rahmatullayeva. Ko'pchilik tomoshabinlar Shafoat Rahmatullayevani Sevgi Natr filmidagi roli orqali taniydi. Ammo aktrisaning faoliyati faqatgina bu komedik film bilan bog'liq emas. U juda ko'p filmlarda suratga tushish bilan bir qatorda teatrda ham salmoqli ijod qilgan. Hayotda ko'plab qiyin kunlarni boshdan kechirgan, bor kuchini san'atga baxshida etgan ijodkor. Shafoat Rahmatullayeva 1941-yilning 4-yanvarda Qo'qon shahrida dunyoga kelgan. Otasi Muqaddasxon kolxoz raisi, obro' e'tiborli inson bo'lgan. Oilada 4 ta qiz bo'lganmiz. O'g'il farzand bo'lmagan. Otam nihoyatda qattiqqo'l, talabchan inson edi. Onam ikkisi bir-birini shunchalik hurmat qilardiki, oilamizda jiddiy nizolar bo'lganini eslay olmayman. To'ng'ich farzand bo'lganim uchun bolalikdan mehnatga va kasb-hunar o'rganishga qiziqqanman. San'atkor bo'lish niyati umuman bo'lmagan. Pedagogika texnikumida o'qib yurganimda teatr aktyorlari dramaturgiyasi tashkil qilgan. Ko'pchilik qizlar qatori men ham qiziqib qatnaganman. Darslardan keyin qizlar bilan teatrga borardik, aktyorlarning xatti-harakatlarini kuzatardik. Texnikumni tugatish arafasida dadamdan teatrga ishga kirsam maylimi deb so'radim. Avvalgi dadam gapimga e'tibor bermadi, ammo bir kuni qattiq koyib berdi. Qo'shimchasiga onam ham dakki eshitdi. Avlodimdan artist chiqmagan, bu qanday bemaza gap deb o'rnidan turib ketdi. Hafsalam pir bo'ldi deydi aktrisa. Aktrisa mashhur Maftuning filmi sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgani, ammo otasining qarshiligi sabab suratga olish ishlarida qatnasha olmaganini haligacha yaxshi eslaydi. Ilgari rejissyor yordamchilari butun respublika bo'ylab yurib, yosh iste'dodlarni izlardi. Maftuning filmi ijodkorlari texnikumga kelib kasting o'tkazgan. Direktorning tavsiyasiga ko'ra 3 ta qiz ishtirok etganmiz. Meni sayyora roliga tasdiqlashgan, chunki men rol o'ynashdan tashqari qo'shiq aytib raqsga tushishni ham yoqtirardim. Kastingdan o'tding deyishganda xursand bo'lganman, ammo bu haqda ota-onamga ayta olmaganman. Bir kuni dadamga Qoriyev degan rahbar qo'ng'iroq qilib, "Muqaddasxon aka, qizingizni kinoga so'rashyapti, endi rozi bo'lasiz" deganda jahli chiqib ketib, "Qiz menikimi yoki siznikimi, aralashmang" degan ekan. O'sha kuni dadam ishdan vaqtli qaytdi va meni xonaga olib kirib, "Endi hech qayerda o'qimaydi, ovqat va suv ham bermanglar" deb yana ko'chaga chiqib ketdi. Men ham arazlab kun bo'yi tuz totganim yo'q. Dadam kechga yaqin uyga qaytib, oldimga kirdi. "Qizim, artistlikning o'qishi bormikan?" dedi. "Ha, bor. Toshkentda o'qish kerak" dedim quvonib. "Mayli, roziman, faqat o'qib o'rganing. Faqat bir shart bilan rozilik beraman. Televizor va radioga chiqadigan, xalqdan oladigan artist bo'ling. Etagini boshiga qoplab, to'yma-to'y yuradigan artist bo'lsangiz, rozi emasman" dedi. Shundan keyin hujjatlarni to'g'rilab, Toshkentga o'qishga keldim deydi aktrisa. Shafoat Rahmatullayeva 1965-yili sobiq Toshkent davlat teatr va rassomchilik institutida o'qishni tamomlab, yo'llanma asosida Sirdaryo teatriga ishga yuboriladi. Aktrisaga faoliyatini boshlagan ilk yillardayoq bosh rollar nasib etadi. Ammo 4 yildan so'ng boshiga og'ir musibat tushdi. Teatr jamoasi bilan Chimkentga gastrolga boradigan bo'ldi. Bu paytlar gastrol safarlari 15-20 kun davom etardi. Gastrol yakunlanishiga bir necha kun qolganda juda xunuk xabar eshitib qoldim. Aslida uni mendan tashqari hamma bilar ekan. Ya'ni Qo'qondan otamning avtohalokatga uchrab vafot etgani haqida xabar kelgan ekan. U ketsa, bosh rolni kim ijro etadi? Shuncha xarajat bilan bu yerga kelganmiz. Moliyaviy zarar ko'ramiz deb bu xabarni mendan yashirishibdi. Bilgan kunim Qo'qonga ketay deb rahbarlardan ruxsat so'raganman, ammo belgilangan seansdagi spektakllarni ijro etgunimga qadar ruxsat berishmagan. Qalbim yig'lab sahnada rol ijro etish qanchalar qiyinligini o'shanda bilganman. Qo'qonga atlas ko'ylakda kelganman. O'shanda dadamning 20 kunlik janozasi ekan. Ostonada turgan amakilarim men bilan gaplashmagan. Hamma nafratlangan. Juda qo'pol muomala qilishgan. O'shanda buvim rahmatli bu sho'rlik otasining o'lganini bilganida atlas ko'ylakda kelarmidi? Ust-boshini almashtiringlar degan deydi aktrisa. Aktrisa shaxsiy hayoti bilan bog'liq savollarga javob berishni istamaydi, chunki bu mavzu uchun nihoyatda og'riqli. Aktrisa katta orzu-umidlar bilan oila qurgan, ammo o'z rostligi bilan hammasiga yakun yasagan. Sirdaryo teatrida ishlab yurganimda samarqandlik Sozanda Erkin Qosimov degan mahoratli akordionchi yigit bilan tanishib qolganman. U paytlari dadam rahmatli hayot edi. Meni ko'rgani kelganda teatr rahbari bilan gaplashgan ekan.
Direktorimiz biz haqimizda bir-biriga mosda tushunadi deb ko'p aytardi. Avvaliga dadam boshqa viloyatga turmushga chiqishimga qarshi bo'lgan, keyin rahbarimizning sa'y-harakati bilan rozilik bergan. Samarqandning Panjakent degan joyga kelin bo'lib tushganman. Turmush o'rtog'im ham yaxshi inson edi. Meni hurmat qilar, ijodimni qo'llab-quvvatlardi, ammo bir kam dunyo ekan. Farzandimiz chaqaloqlik paytida vafot etdi. U bilan 8 yil birga yashadim. Ammo o'rtada bola bo'lmagandan keyin ketishga qaror qildim. Yoshingiz o'tyapti, boshqa ayolga uylanib farzandlik bo'ling deb ikkita kiyimimni olib uydan chiqib ketganman, deydi aktrisa. Go'zal va mashhur aktrisaning oshiqlari ko'p bo'lgan, ammo u oilasidagi vaziyat sabab yana turmushga chiqishni istamagan. Oila qurish taklifi ko'p bo'ldi, ammo dadam rahmatlidan keyin ro'parosa 1 yil o'tib 33 yoshli singlim ham vafot etdi. Uning 4 ta ketma-ket tug'ilgan farzandi bor edi. Kichkina bolasi endigina 1 yoshga to'lgandi. Kuyovimiz 4 ta bolani onasiz katta qila olmayman, sizlar bilan yashasin dedi. Singillarimning biri institutda, kenjasi esa maktabda o'qirdi. Onam esa umr bo'yi uy ishlari bilan ovora bo'lib, ko'chaga chiqmagan ayol. Xullas, oilani kimdir boqishi kerak edi. Shu bois turmushga chiqmay jiyanlarim, singillarim va onam uchun ishlashga qaror qildim. Agar oila qursam, ularga e'tibor bera olmay qolishim mumkin edi, deydi aktrisa. Shafot Rahmatullayeva ajrashgandan so'ng ancha yil o'tib, sobiq turmush o'rtog'i farzandlardan birini berish taklifi bilan yoniga kelgani haqida so'zlab berdi. Ajrashganimizdan ancha yillar o'tib turmush o'rtog'im bilan uchrashdik. U 4 ta bolali bo'lganini aytdi. Yonida taxminan 3-4 yoshlardagi shiringina qizaloq bor edi. Shafot, shu qizimni senga beraman, yolg'iz yashama. Sen ham baxtga loyiq ayolsan, dedi. Yo'q. Farzandingiz o'zingiz bilan qolsin, hamma bola o'z ota-onasi bilan yashagani yaxshi deb taklifini rad etdim. Hamma narsa niyatga bog'liq ekan. O'shanda u inson bularning to'yini ko'ramanmi, yo'qmi, yoshim ham ulg'ayib qoldi degandi. Oradan ko'p o'tmay uning vafot etgani haqida eshitdim. Unga bolalarning to'yini ko'rish nasib etmadi. Ammo kundashim meni qizlarning to'yiga chaqirdi. Borib duo qildim. Ajrashish menga qanchalik og'ir bo'lmasin, kimningdir baxtli bo'lishiga va dunyodan armonsiz o'tishiga sababchi bo'ldim deb xursand bo'laman, deydi aktrisa. Aktrisa shaxsiy hayotdagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng bor e'tiborni ijodga qaratadi. 1992-yili unga O'zbekiston xalq artisti unvoni beriladi, ammo uning unvonga loyiq ko'rilishi ba'zi hamkasblarga yoqmaydi. 1980-yili xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangandi. 1992-yili xalq artistligiga nomzodimni qo'yishdi. Menda unvonga intilish bo'lmagan, chunki biror marta unvon beringlar deb so'ragan odam emasman. Teatrimizda xizmat ko'rsatgan artist unvonni olgan aktyor bor edi. Nomzodimning qo'yilishi u kishiga yoqmay rahbarlarga e'tiroz bildirgan ekan. Hatto respublika rahbarlari bilan o'tgan majlisda ham men xizmat ko'rsatgan artist unvonini 1969-yili olganman. Shafotdan ko'proq men munosibman degan ekan. Bu gapdan keyin hujjatlarimni Toshkentdan qaytarishgan. Teatrdagi gap so'zlar sabab meni ishga chaqirishdi. O'shanda oyog'im sinib uyda davolanayotgan edim. Majlisga kelib, "Bo'ldi, unvonni siz oling. Menga ortiqcha gap so'z kerak emas. O'zi oyog'im og'riyapti" deganman. Ammo 1992-yilning 28-avgustida "Suyunchi bering, siz xalq artisti bo'ldingiz" deyishdi. O'shanda sahnada o'sha insondan tashqari hamma hamkasblarim tabrikladi. Faqatgina u kishi ters ortiga o'girilib ketgandi. Afsuski, undan keyin ham unga xalq artisti unvoni nasib etmadi, deydi aktrisa. Aktrisa faoliyati davomida ko'plab film va spektakllarda rollar ijro etdi. Hozir ham teatrda faoliyat yuritadi. Unga teatr yonidagi san'atkorlar uyidan xonadon berishgan. Ammo aktrisa turlari o'zini yolg'iz his qilishi, mazda yolg'iz yashaganiga achinish haqida gapirdi. Kunduzi yolg'iz ekanligim sezilmaydi. Piyoda yurib teatrga chiqaman. Yoshlar bilan uchrashaman. Hurmatimni hamisha joyiga qo'yishadi. Ammo uyga qaytganimda meni hech kim kutib olmaydi. Turlari yolg'izligimni his qilaman. Ba'zan nega oila qurmaganim, yana farzandli bo'lishga urinmaganim haqida o'ylayman, afsuslanaman. Ammo afsuslanishdan nima foyda? Baribir o'tgan umrni ortga qaytarib bo'lmaydi-ku. Karantin davrida koronavirusga chalindim. Kasallik o'pkamning 75%ga tarqaganini aytishdi. Bir necha kun jonlantirish bo'limida davolandim. Shifokorlar yaxshi qaradi. Bir o'limning og'zidan qaytarib olishdi. O'shanda shaxsiy hayot haqida ham ko'p o'yladim. Insonning taqdiri
Ona qornida ekanligida yozsalar ekan. Demak, befarzand o'tish mening peshonamga bitilgan. Afsuslangandan foyda yo'q, deydi aktrisa Shafoat Rahmatullayeva.